Biznesni rivojlantirish banki moliyaviy ko'magida Farg'ona viloyatida amalga oshirilayotgan biznes loyihalar va hududda mahalla bankirlari faoliyati bilan tanishtirish maqsadida press tur tashkil etildi. İlk manzil Farg'ona shahridagi Surxtepa mahallasi. Aytish kerak, shahardagi 73 ta mahallaning 12 tasiga mazkur bankning 4 nafar xodimlari mahalla bankiri sifatida biriktirilgan. Surxtepa mahallasidagi 748 ta xonadonda 4000 dan ziyod aholi yashaydi. Bu yerda aholi daromadini oshirish borasida bajarilishi kerak bo'lgan ishlar talaygina mahalla bankiri o'tkazgan xatlovda bular yaqqol ko'zga tashlandi. Shu mahallada yashovchi Ulug'bek Po'latov o'z xonadonidagi 9 sotixli issiqxonada ayni paytda bodring, bulg'or qalampiri yetishtirmoqda. Tomorqada yana 6 sotiq ochiq yer maydoni mavjud. Xonadon sohibi mahalla bankirining tavsiyasi bilan Biznesni rivojlantirish bankining 60 million so'm krediti asosida qo'shimcha 6 sotiqli issiqxona qurib, yangi ish o'rinlari yaratmoqchi va yetishtirilayotgan mahsulot hajmini oshirish niyatida. 6 sotikni keng qilmoqchimiz. Rahmat mana prezidentimizga, mahallamizga olib kelib qo'ydi bankirlar. Kirib kelishyapti o'zlari, mana nima yordam kerak bo'lsa so'rashyapti. Mahallada kosibchilik hunari bilan shug'ullanuvchi fuqarolar ko'p. Yaqinda bankning 300 million so'mlik imtiyozli krediti evaziga 6 sotixli xonadon 200 nafar ishchi ishlaydigan zamonaviy korxonaga aylandi. Bugun bu yerda bir kunda o'rtacha 1000 juft ayollar oyoq kiyimlari ishlab chiqarilmoqda. Mahallada Biznesni rivojlantirish bankining imtiyozli krediti evaziga faoliyat kengaygan tadbirkorlik subyektlari talaygina. Shulardan biri 2 milliard so'mlik loyiha qiymatiga ega bo'lgan mana bu poyabzal ishlab chiqarish korxonasi. Bank tomonidan ajratilgan 500 million so'mlik kredit evaziga korxona yangi dastgohlar xarid qildi va faoliyatini kengaytirib, yangi ish o'rinlari yaratdi. Bugun bu yerda 40 turdagi sifatli bolalar va kattalar oyoq kiyimlari ishlab chiqarilmoqda. Mahalla bankiri aholi daromadlarini oshirishda hududning mavjud imkoniyatlari geografik joylashuvidan kelib chiqqan holda amalga oshirilajak loyihalarni ham moliyalashtirishga ko'maklashmoqda. Xususan mahalla hududdan oqib o'tuvchi soy yoqasida joylashgan 70 ga yaqin xonadonlarda yoz mavsumi uchun dam olish maskanlari tashkil etilgan. Galdagi vazifa ushbu joyni yilning barcha fasliga moslashtirgan holda xizmat ko'rsatishni tashkil etish va daromadni oshirish. Ayni paytda mahalla bankirlari ko'magida bu yerdagi xonadonlarda mehmon uylari tashkil etish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Alisher Bahromov xonadonida ham turizm maskani tashkil etilmoqda. Biznesni rivojlantirish banki tomonidan ajratilgan 100 million so'm imtiyozli kredit evaziga xizmat ko'rsatish imkoniyati kengayadi va 4 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Davlat rahbarimiz tomonidan 2024-yil 16-dekabr kuni o'tkazilgan video selektorda bergan topshiriqdan kelib chiqib, Farg'ona viloyati Biznesni rivojlantirish banki tomonidan 116 ta mahallaga har biriga yordamchi agentlar va 37 ta mahalla bankirlari tayinlangan. Ushbu mahalla bankirlari tomonidan va yordamchi agentlardan 2025-yil yil yakuniga qadar 35 ming ta aholi bandligi ta'minlanadi va 860 milliard so'm kredit mablag'lari o'zlashtiriladi va har bitta mahallada 40 tadan mikro loyihalar ishga tushiriladi. Galdagi obyekt mana bu beton mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasi. Mazkur tadbirkorlik subyekti 5 milliard so'mlik kredit evaziga nafaqat faoliyatini kengaytirdi, balki qo'shimcha tarmoqlarga ham qo'l urdi. Xususan korxona bugun beton mahsulotlari ishlab chiqarish bilan birgalikda ko'p qavatli uylar, bino va inshootlar qurishni ham amalga oshirmoqda. Provardida faoliyat turi kengayishi va yangi ish o'rinlari yaratilishiga erishildi. Albatta, Biznesni rivojlantirish banki tomonidan hududlarda ko'rsatilayotgan sifatli bank xizmatlari tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, biznes rejalarini pishiq puxta tayyorlashga ko'maklashish mana shunday natijalarga olib kelmoqda. Bundan esa xalqimizning farovonlik darajasi ortmoqda.